Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan proktolog Shirinov bilaman. Bugun bir yangilik, endi yangilik ham emas. Men bu apparatni Moskvada o'qib kelgandan beri ishlataman. Orada bir apparat topilmay qolganda ishlatmay ketgan edik. Mana yaqinda yana qaytib shuni yo'lga qo'yapmiz. Xullas, gemoroy kasalligida boshlang'ich bosqichlarida birinchi, ikkinchi, ba'zan uchinchi bosqichlarda ham ligator degan apparat ishlatiladi. Ligator degani gemoroy tugullariga maxsus halqa kiygizib qo'yadigan apparat. Bu apparat narkoz talab qilmaydi, og'riqsiz o'tadi, bemor shifoxonada yotishi ham kerak emas. Ko'pincha qon ketadigan gemoroylarda biz ishlatamiz. Buni mexanizmi o'sha gemoroy tugullarini halqacha qisib qo'yadi. Qisib qo'ygandan keyin u qon kelishi to'xtaydi. Qon kelishi to'xtashi natijasida gemoroy tugullari sekin-sekin uzilib tushib ketadi. Mana shu apparat, mana sizlarga hozir obzor qilib bermoqchiman. Xuddi shunaqa ko'rinishga ega. Mana shu apparat pistoletga o'xshagan narsa nomsi olinadi. Qarang, e'tibor bersangiz, ana bu harakatlanadigan qismi bor. Mana shu joyiga gemoroy tugunini biza tortib olamiz. Mana atsos yordamida, vakuum yordamida havo tortib gemoroy tuguni ichiga kirib ketadi. Keyin kirgandan keyin bunga o'zi maxsus halqacha, lateks halqachamiz bor. Rezina yoki rezina, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu halqacha, mana o'tkazib qo'ydim men. Biz gemoroy tugunini tortamiz. İçiga kiradi. Kirgandan keyin ko'z bilan ishonch hosil qilgandan keyin xuddi shunaqa jarayon sodir bo'ladi. Mana bu masalan o'sha tugun desak, kichkina tugun. Mana tortib oldi. Mana buni bitta nima qilamiz? Hoppa. Mana ko'zni qisib oladi, ushlab oladi bu. Gemoroy tugunini qisib, tomiridan qisib qo'yadi. Natijada bu borgan sari qisilib kelaveradi. 14 kun davomida top-toza bo'lib, taydan bu yog'i gemoroy tuguni axlat bilan birga chiqib ketadi. Natijada osilib tushishi yoki qon ketishlari kamayadi. Oxirgi ma'lumotlarimizga ko'ra, mana gemoroy kasalligini operatsiya qilmasdan davolashida, ya'ni endi boshlang'ich bosqichlarda lazer bilan birga mana shu apparat ham eng ko'p ishlatiladigan apparat. Lazerdan farqi, lazer faqat bitta joyda kuydiradi. Uzib tushirmaydi yoki olib tashlay olmaydi, faqat kuydirish mumkin. Bu tomirini bog'lab olib, uzilib tushiradi, tayda chandiq bo'lib qoladi. Bir vaqt o'zida ikkita gemoroy tugunini qilishimiz mumkin. Kasal 1 soat 2 soat bo'ladi shifoxonada. Keyin muolaja tugagandan keyin ketaveradi. Deyarli og'riqsiz muolaja. Tabletka ham, boshqa narsa ham shart emas. Juda bir qulay. Faqat gemoroy kasalligining 4-darajasida buni biz ishlata olmaymiz. Chunki 4-daraja katta, bunga sig'maydi. Birinchidan, ikkinchidan tashqi gemoroylarga bu narsani ishlatib bo'lmaydi. Faqatgina ichki gemoroyga ishlatamiz. Ichki gemoroy tugullariga shunaqa kalja qo'ygan natijasida hech qanaqa operatsiya qilmasdan ham og'riqsiz davolashimiz mumkin bo'ladi. Yana opsioniyada qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, hammaga qoldiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.